Assalomu alaykum. Navbatdagi misolimiz bo'yicha ta'sirdagi akvariumda yuqori yog'idan 10 sm pastda qilib suv to'ldirildi. Suv hajmini litrda ifodalang degan savol beryapti. Hajm masalasiga keladigan bo'lsak, parallelepipedlarda hajmi asos yuzini balandlikka ko'paytirganiga teng. Biz asos yuzini topish uchun mana bu 55 sm mavjud. Bu tomoni uzunligi yo'q. Shuning uchun yuqori 35 degani pasti ham 35 bo'ladi. Bu yerda 35, bu yerda ham 35 sm bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz 35 sm. Asos yuzini topamiz. S asos 55 kara 35. 35 ga ko'paytiradigan bo'lsak 19 25 sm kvadratga teng bo'ladi. Endi 10 sm yuqoridan 10 sm pastda. Mana bu umuman olganda akvarium balandligi 50 sm, 10 sm pastlatib suv quyilgan bo'ladigan bo'lsa, buni balandligi qancha bo'ladi? Bu yerdan bu yergacha bo'lgan balandligi 50 dan 10 dayramiz 40 sm ga teng. Hajm topish uchun S asos kara H degan qoidaga muvofiq 1925 asos yuzi ko'paytiramiz uni 40 ga. Natija nima bo'ladi? Natija bu santimetr kvadratda, balandlik santimetrda. Ko'paytirsa 77.000. Endi santimetr kub bo'ladi. Ko'pchilikka ma'lum 1 litr degani 1 detsimetr kub. 1 detsimetrimizni 1 detsimetr ko'paytirgan 1 detsimetr ko'paytirgan 1 detsimetr. Quloq havasini santimetrga ko'paytirganimizda bu 1000 santimetr kubligini ma'lum bo'ladi. Litrga o'tkazish uchun 1000 ga bo'lib qo'yamiz shunchaki. 1000 ga bo'lganda işte 3 ta nol o'tadi. 77 litr degan xulosaga kelamiz.